sho'x mol bo'lsa ham mana sho'tkalari qayrilmaydi. Xo'p, bularni qaysi hayvonlarga nima maqsadda qo'llaniladi? Mollarga boqiladigan buqa bo'ladimi semirtirish uchun yoki sut yo'nalishida boqadigan sigirlarmi yoki buzoqchalarmi ketaveradi, echkilarga ketadi. Bu ham zo'r, xohlagan shakldagi turbalarga, ustunlarga yoki bir boshqa joylarga qotirib qo'yaverasiz shurf bilan. Bu rezinoviy mana. Bunga ham bemalol mol hayvonlar hammasi ishqalanib, badandagi qichishlarni qoldirib, otlarga olsa bo'ladi, tuyalarga, xullas istalgan hayvonlarga ketaveradi. Hammasi O'zbekiston bo'ylab dastavka ichida bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasiz ekrandagi raqamlarga va Telegramga kirsalaringiz, VetShop.uz kanaliga ulansalaringiz shu va boshqa hayvonlarga tegishli tovarlar va veterinariya sohasiga tegishli tovarlar xudo xolisa reklamalarni qo'yib boramiz. Kimga nima kerak bo'lsa, o'zimizda qimmat yoki o'zimizda topilishi qiyin yoki yo'q bo'lgan tovarlarni ham buyurtma bilan olib kelib yetkazib beraveramiz. Xudo xolisa sifatiga biz kafolat beramiz. Kayfiyati yaxshi bo'ladi, stresslari ketadi va birinchi o'rinda tasdiqlangan narsa bu immuniteti yaxshilanadi, sog'lig'i yaxshilanadi. Echkichilik sohasiga ham bu narsalar juda ham yaxshi ijobiy natijalar beradi. Sabab O'zbekistonda hozir echkichilik juda ham har yildan yilga yaxshi rivojlanib boryapti. Yer maydon talab qilmaydi echki va kam yeb bir kunda 1,5 litrdan 4 litr, 5 litrgacha sut beradigan echkilar bor. Oddiy tomorqaga yoki umuman hech qayerga chiqarmasdan ham uyda boqsa bo'ladi. Kam yeydi, lekin natija yaxshi bo'ladi. Zato uyda sut qatiq bepul bo'ladi va tabiiy vitamin xo'rlik bo'ladi. Bilasizlar, uni kimga kerak bo'lsa, ekrandagi raqamda Telegram bor, yozsalaringiz variantlari, narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib qo'yamiz.